İnsanda her xil selinmeler buludu. Buların içinde en kıymetli selinme işenç istiyodudur. Bundaq istiyodi bolğan adam navada hatalaşsımı, yoki başqalar töhmet qilib qaralasımı, kişiler yanıla onu aqlaydı ve onun işinidir. Çünkü onundaki işenç istiyodi onu şundaq işençlik adamga aylandırdı. Peygamber aleyhisselam bir sahabenin uyga mehmonga bağlan bulup, ailedeki ayal balasını beri gel sana bir narsa berimen deb chaqirdi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam o ayaldan siz balanızga nim bermekçi deb so'radi. Ayal belki xoma beraman dedi. Andın Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem bunga agar siz balanızga bir narsa bermeseniz sizga yolg'on aytganlikning gunohi yozildi dedi. Peygamber aleyhisselam her bir fursatda kishilarga ta'lim berishni qo'ldan bermaydi. Ayolning balasiga va'da qilib bo'lib, unga bir narsa bermasligi o'zidagi ishonch hissiyotini nolga tushirib qo'yishi deganlik edi. Buni Peygamber sallallohu alayhi vasallam yaxshi obdan biladi. Shunga ayolga shundoq degan. İşenç hissiyoti masalan Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'nin peygamber buluştuğum burunmu nayt işençlik rastçıl kişi bo'lganligi uchun Muhammedul Emin deb ataydi da buni. Shu Arablar tuqqanlar hamiz Muhammedul Emin, işençlik Muhammed deb ataydi. Muhammedul Emin degan Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'ninki şu güzel süpti hamda. Shunda bir işençlik peygamber bo'lganligi uchun vahiy keldi menga deb kelgan vaqtida Hadicha radhiyallohu anha hech qanday taraddud qilmasdan, ikkilanmasdan unga ishinib iymon etgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu, do'sti Abu Bakr radhiyallohu anhu shuni anglagan hamon hech qanday taraddud qilmasdan ishongan. Nimishga desa, Peygamber sallallohu alayhi vasallamdagi ishonch hissiyoti %100 to'liq, hech qanday qilchi shak shubha yo'q edi. İnsan var shunda qancha ishonch hissiyoti qancha yuqori bo'lsa, onun gibiga insanlar işinidi ve ballarımı onun işenç kılıdı. En mühim ballarının nazarda benim ata-anam rastçıl, benim ata-anam semimi, benim ata-anam qat'iy yolg'on aytmaydi deb ayda balla işinish kerak. Balla onunga ishonmasa, ata-anam yolg'on aytib qo'ydi. Men yolg'on aytib qo'ysam nima bo'ldi ekan deyotgan nima kelib qoldi. Ata-ananın özüdeki işenç hissiyotini nölge aylandırışı birer qatim yolg'on aytish bilan amalga oshadigan shunchalik o'ng'ay ish. Bek o'ng'ay. 99 qatim rost gap qilib, bir qatim ata-onaning yolg'on gap qilganligi bolaga isbotlanib qolsa, bola ata-onaning shu haligi saxta ish qilganligini bir qatim ko'rib qolsa, u ata-onadagi 99 qatim rost qilganning hammasi nölge aylanib ketdi. Ammo nölge aylangan hissiyotini 10 derecege yoki 20 derecege ko'tarish o'ng'ay emas. Hatto mumkin emas. Bu chiqib etgan chinni asli keltirgan bo'lmagandek ish. Chunki siz bolangizga bir qatim yolg'on aytib qo'yib, orqadan 10 qatim, 50 qatim, hatto 100 ming qatim rost so'zlasangizmi, farzand sizga to'liq ishonch qila olmasligi mumkin. Çünkü o konuda dadam bana bir qatim yolg'on so'zlaganda, belki bu qatim yolg'on aytganda deb o'ylaydi. Agar farzand sizdan bir qatim yolg'on so'z anglamagan bo'lsa, bir qatim va'dangizga xiloflik qilmagan bo'lsangiz, butun dunyo xalqi birlashib sizni yolg'onchi desimi, farzand ular qat ishonmaydi va sizni jannatga qo'yadi. İşenç degan ajda karomatlik narsa. İnson hammadan avval o'z farzandlarining nazarida ishonchli bo'lishi lozim. Agar bundoq bo'lmaganda, o adam her qancha ulama yoki katta ziyoli bo'lib ketsin, farzand tarbiyasida g'alaba qila olmaydi. Samim bo'lish degan lavzida turish, rostchil bo'lish, aytganlarni amalda ko'rish deganlik. Ata-ona bilan bola o'ttirisidagi ishonch hissiyoti ularni bir-biriga bog'lab turadigan asosli halqa hisoblanadi. Ishonch hissiyoti ko'paygan sari ularning o'ttirisidagi munosabat texnik kuchlanadi. U tuvalligan sari ularning o'ttirisidagi munosabat ojizlashadi. İçinişlik yeri şu ki, ata-ana bilen balalar o'tirisidagi ishonch hissiyotining nolga tushib qolishi ishonchning butunlay yo'qolganligidan derak berdi. Yani ata-ana bilen bala o'tirisidagi ishonchning yo'qolishi. Ata-onalar bilen balalar o'tirisidagi ishonchning yo'qolishi eng xatarli oqibatlarga yo'l ochadigan xatolik. Ata-onasiga ishonch qilmagan bala qandoq ularning tarbiyasini qabul qilsin, qandoq bu tarbiyasiga ishonch qilsin. Ata-ona bilan bola o'tirisiga ishonch yo'qolishga
ishonchning yo'qolishiga sabab bo'lgan asosli omillar ota-onaning bolasiga qilgan va'dasiga xiloflik qilishi, bolaga qilgan tahdidlarni ijro qilmasligi, yolg'on so'zlashi va soxtabozlik qilishi qatorliqlardir. Endi ota-ona bolasiga tunugun bergan va'dasini bugun unutib qolishi mumkin, ammo bolalar bir yildan keyin u va'dani unutmaydi. Bolalarning aqlini qat'iy oddiy sanashga bo'lmaydi. Ota-onalarning ba'zida bolalarni qo'rqitish niyati bilan o'ltiraman, bo'yningni uzaman deganga o'xshash tahdidlik so'zlarni ishlatishi bolalarni texmi isyankorlikqa moyil qiladi. Chunki ular ota-onasining unda qilmaydiganligini obdan biladi. Buni faqat tahdid, amalga oshmaydigan ish ekanligini biladi. Shunga bolalarga amalga oshmaydigan tahdidlarni qilmaslik kerak. Ama bu xatolikning ziyonlari qanday bo'ldi desa, bola ota-onasiga ishonmaydigan bo'lib qolsa, ularning qilgan chiroyli nasihatlarini qabul qilmaydi. Ularning tahdidlaridan qo'rqib qolmaydi. Natijada ota-onasining tarbiyasidan mahrum qoldi. Ikkinchisi, bola ota-onasiga ishonch qilolmaydigan bo'lib qolganda, u ishonchni ko'chadagi do'stlarga yoki muallimiga yoki saboqdoshlarga bog'laydigan bo'lib qoldi. Bu do'stlar, muallimlar va saboqdoshlar o'lgu bo'lishga tegishli diyonatli, axloqli kishilar bo'lsa ancha cho'ng masala yo'q. Navoda ular axloqsiz, diyonatsiz, hatto iymonsiz kishilar bo'lib qolsa, bu chog'da ish chatoq. Shaksizki bu ahvolda bolaning va ota-onaning tangla ziyon tortgan. Bu ziyonning oldini olish bakmo qiyin, hatto mumkin emas. Uchinchisi, ota-onasidan o'zini qochiradigan, ular bilan suhbatlashishni va ularning yordam so'rashni xohlamaydigan bolalar boshqalardan og'rinib yuradigan bo'lib qoldi. Natijada yolg'izlikni xohlaydigan kishilarni qochadigan bo'lib qoldi. Chunki u baradigan do'sti, muallimi, saboqdoshi hamisha uning dardlarini tinglab o'tirolmaydi. Chunki ularning bu o'zining ishi bor. Endi bu xatolikni tuzatishning chorasi nima? Birinchi, ota-bola munosabatini kuchaytirish lozim. Ular ota-bola emas, go'yo do'stlardek sirdosh bo'lib ketishi kerak. Ikkinchisi, bolalarga ularning oiladagi ahamiyatini his qildirish. Ailenin ba'zi ishlari va planlari to'g'riliq ularga maslahat selish hamda ularga yoshiga va saviyasiga qarab munosib mas'uliyatlarni yuklash. Uchinchisi, ota-ona bolalarga qilgan va'dasiga chuqur amal qilishi, amalga oshira olmaydigan ishga qat'iy va'da bermasligi lozim. Mubodo va'dasini amalga oshira olmaydigandek bo'lib qolsa, darhol bolalarga o'zini aytib, bunday sabablardan buni qila olmaydigan bo'lib qoldi, xafa bo'lmanglar, to'g'ri tushuninglar deb qo'yish kerak. Endi bolalar haqida ba'zi tavsiyalar. Bolalarga o'ziga tayinib chora izlashni o'rgatish. Ota-onalar bolalar kichigidan boshlab o'zining ishini o'zi hal qilishni o'rgatishi kerak. Shunda qilish orqali hech kimning mas'uliyatini o'zini qochirsa bo'lmaydiganligini, ham qochirolmaydiganligini, hech kimning boshqalar tergan ishning oqibatiga mas'ul bo'lib berolmaydiganligini to'nitish kerak. Hammalar ishda yordam qilavermasdan az-to'la mag'lubiyatga uchrash orqali tajribali bo'lishga undash. Masalan, ularning o'z xatolik ustida o'ylanishiga yordam berish va shundoq ahvolga duchor bo'lganda o'zingizning qanday qilganligingizni so'zlab berish orqali ularning hukm qilish iqtidorining eshishiga yordam berishingiz kerak emas. Endi bolalarning o'z-o'ziga xo'ja bo'lishiga madad berish. Tanlash huquqini bolalarga berish orqali ularning o'z-o'ziga xo'ja bo'lishiga madad berish lozim. Garchi siz qanday qilishni bilsangiz-mu, lekin bolalarga mustaqil qaror chiqarish fursati yaratib berishingiz kerak. Chunki farzandlarning o'zining xatoligidan to'plagan tajribasi albatta ota-onalarning so'zlab berganlaridan ko'p bo'ladi. Chunki o'zining xatoligidan olgan tajribasi necha nasihatdan bak yaxshi. Bolalarda mas'uliyatchanlik tuyg'usini yetildirish. Bolalarga ko'p yetakchilik qilib, oz tanqid qilish kerak. Ota-onalar hamisha buyruq talabbuzi so'l qilmaslik lozimcha. Eng yaxshisi farzandlar bilan yaxshi fikrlashib, ularning ma'qulligini elishi kerak. Masalan, yatiqning qalaymaqan ham maynat ekan deganning o'rniga sening mas'uliyating o'z hujrangni pokiz tutish degan so'zni ishlatish sal undan yaxshiroq. Hamda agar farzandlar o'rinlay olmasa, ularga o'zining mas'uliyatining muhimligini chiroyli shaklda bildirib qo'yish. Bolalarning mas'uliyatchanligiga ishonish hamda farzandlarda mas'uliyatchanlik tuyg'usini yetiltirishda ishonchning roli
tanqidlashga qaraganda texmi cho'ng bo'ldi. Microsoft shirkatining Osiyoda turishliq tadqiqot o'rnidagi ma'lum bir dangli xodimning hikoya qilishicha, u kichik vaqtida bir qatim maktabda xatolik o'tkazib qo'ygan. Lekin onasi uni bir eg'izmi tanqidlamagan va bolasining qo'rqinch bilan qaragan ko'ziga mehribonlik bilan qarab turib, "Sen burun yaxshi bola eding, bolam. Bundan keyin mo yaxshi bo'lib ketasan. Buniga men ishonaman" degan boshqa gap qilmagan. Bu kishi har qatim bu ishni esligida, bu onamning shu kuni menga bergan va men mangu ishlatib tugatolmaydigan eng yaxshi sovg'a deb ta'riflagan. Ashi chiroyli so'zni. Ya'ni ota-ona bek hikmatli bo'lish kerak. Gapni ishlatadigan gapni bek o'ylab qilish kerak. Balaning yuragida go'zal bir asrlarni qoldiradigan yaxshi so'zlarni qilish kerak masalan. Balalarni ortiqcha qoida tuzumlar bilan bog'lab olmaslik. Haddidan ziyada ko'p qoida tuzumlar balalarning putqulni bo'g'ib qo'ydi. Amal bor, ularning yoqtirib qiladigan ishlarga yo'l qo'yish va ularga o'zini joriy qildiradigan sharoit yaratib berish kerak. Albatta, ularga yo'l qo'yish deganlik qarg'ularcha hammalar ishiga yo'l qo'yish deganlik emas. Chunki har qanday ish joyida va to'g'ri bo'lishi kerak. Agar siz xotirjam bo'la olmasangiz, birlikda qaror chiqish usuli orqali ularni yetaklasangiz bo'ldi. Masalan, bolalar kompyuter o'ynashga amroq bo'lsa, o'ynashga ruxsat yo'q demasdan, natijang yaxshi bo'lsa, topshiriqlarini ishlab bo'lgan bo'lsam, manchilik vaqt o'ynasam bo'ldi deganga o'xshashamdi. Endi bolalarni mag'lub bo'lganligi sababli jazolamaslik, g'ururlik, yo'lini bilish, mas'uliyatni qochish qatorliq nachar qilmishlar ko'rilganda muvofiq darajada jazolash orqali farzandlarga har qanday kishining qilgan qilmishiga badal to'laydiganligini bildirib qo'ysa bo'ldi. Lekin hargizmi farzandlar mag'lubiyatga uchraganda jazolamaslik kerak. Chunki mag'lubiyat bilim va tajriba to'playdigan bir jarayon. Agar bu chog'da jazolansa, bolalarni ijod qilishdagi harakatlantirish kuchini ojizlashtirib qo'yishi mumkin. Shunga bolalarga madad berish orqali ularning tezroq mag'lubiyatdan qutulib chiqishiga va mag'lubiyatdan tajriba to'plashiga madad berish kerak. Bolalar hamma ishni qilib bermasdan, bola o'zining ishini o'zi qilishni o'rganishi. Shunga ota-onalar hamma ishni farzandlarining o'rnida qilib bermasligi, balki farzandlarning o'zining qilishiga topshirib berishi. Shunda qilganda farzandlarga ularning mustaqilligini bildirgili va mas'uliyatchanlik tuyg'usini yuqori ko'targili bo'ldi. Eng muhimi o'ziga bo'lgan ishonchini yuqori ko'targili bo'ldi hamda. Balalarga tanlash erkinligi berish. Ota-onalar farzandlarning hammalar ishiga chat kirib olmasligi. Chunki hammalar ishiga chat kirib olish farzandlarning tanlash huquqini tortib olganga barobar. Nurg'unlagan ota-onalar o'zi bekitib bergan yo'lni birdan bir g'alabaga tutishadigan yo'l deb o'ylaydi va farzandlarini bunga bo'ysunishga qistaydi. Shunga ota-onalar farzandlariga hammalar ishda yo'q demasligi va ularga tanlash fursati berish kerak. Ota-onalarningki farzandlariga bo'lgan mehribonlik haddidan ortiq ziyod bo'lganligi uchun ular farzandlarining zarrachilik azobga uchrab qolishiga chidab tura olmaydi, ham yo'l qo'ymaydi. Shunga ular farzandlarining texmi atrofli qo'g'dashga urinadi. Yani farzandlar hamisha qo'g'lasham deydi. Bunda qilganda farzandlarning putquli tabiiyla bog'lanib qoldi. Ota-onasiga bo'lgan yo'lni bilish psixikasi borgan sari eg'irlashib ketadi. Texi ba'zi bir qism ota-onalar o'zligidan farzandlarga turmush plani tuzib berdi. Lekin diqqat qilish kerakki, bunda qilganda farzandlar osonla o'zining haqiqiy qiziqishi va tanlash iqtidoriga sal qaraydigan bo'lib qoldi. O'zidan bizarlik his qildigan bo'lib qoldi. Haddidan ziyoda ko'ngil bilishning azob ekanligini unutib qolmaslik kerak. Olimlardan birisi shunday deganda, tarbiya mutaxassislaridan biri. Haddidan ziyoda ko'ngil bilishning o'zi azob. Farzand tarbiyasida muhitning ta'siri hamda. Bir tarbiya mutaxassisi bunday degan ekan. Bir farzandning o'xshash bo'lmagan oilada tug'ilishi, o'xshash bo'lmagan ijtimoiy muhitda cho'ng bo'lishi shu bolaning ruhiy va jismoniy dunyosida cheksiz farqlarni paydo qildi. Bu muhitning shu bolaga bergan g'idiqlishi, o'xshash bo'lmaganligi uchun shu bolalarda cho'ng farqlar bo'ladi. Agar farzand ziddiyatli muhitda yashasa, ya'ni ziddiyatli, urushqoq muhitda yashasa,
u boshqalarni ayblashni yaxshi ko'radigan odam bo'lib chiqadi. Agar farzand dushmanlashish muhitida yashasa, u urushqoq bo'ladi. Agar farzand qo'rqinch ichida yashasa, u g'amkinla yuradigan bo'lib cho'ng bo'ldi. Agar farzand rag'batlantirish ichida yashasa, u o'ziga ishonadigan odam bo'lib chiqadi. Agar farzand o'zini yaxshi ko'radigan muhitda yashasa, u atrofidagilarni hurmatlaydigan bo'lib chiqadi. Agar farzand bexatar muhit ichida yashasa, boshqalarga ishonadigan bo'ladi. Agar farzand do'stlik ichida yashasa, u o'zi yashayotgan dunyoning naqadar go'zal ekanligini his qiladi. Bu psixologning fikriga ko'ra, bolalar kichikidinla madaniy, inoq, rag'batlantiriladigan, do'stonlik bilan to'lgan muhit ichida yashab cho'ng bo'lsa, u chuqum ko'ngli muhabbat bilan to'lgan, insoflik, diyonatlik, boshqalar bilan chiqishib o'talaydigan umidvor bo'lib yetib chiqadi ekan. Biz insoniyatga mana shundoq nodir asarlarni sovg'a qila oldikmi? Farzandlarning suyumli ota-onasi va qadrdon ustozi ham sirdosh do'sti bo'la oldikmi? Buningga qarash kerak. Yaramli oila yaramli farzandlarni yetishtiradi. Olimlar oilani millatni qurib chiqadigan qilib deb ta'riflaydi. Chunki oila jamiyatning ultimi, sog'lom oilalarni sog'lom jamiyat barpo bo'ldi va yaramli farzandlar yetishib chiqadi. Har qanday bir xalqning baxt saodati farzandlarini to'g'ri yo'lda tarbiyalashga bog'liq. Shunga farzand tarbiyasidagi ilmiysizlik meselesini hal qilish nihoyat muhim. Navoda tarbiyadagi ilmiysizlik hal qilinmasa, farzand tarbiyasida natija qozonib bo'lmaydi. Ya'ni ilmiy bo'lish kerak demoqchimda. Endi farzand tarbiyasidagi ikki cho'ng xatolik. Jamiyatda bundaq ikki turli ota-ona mavjud ekan. Biri farzandlarini mayliga qo'yib berib, ularning tarbiyasiga ahamiyat bermaydigan ota-ona. Yana biri mustabid ota-ona. Farzandlarini mayliga qo'yib o'tish shaklidagi oila tarbiyasini qo'llangan ota-onalar odatda farzandlarning ijtimoiy aloqasini sog'lom yoki sog'lom emasligiga, yurish-turishining dinimiz belgilagan axloq o'lchami doirasida bo'layotgan yoki bo'layotmaganligiga, qiziqishlarining durust yoki durust emasligiga nazoratchilik, yetakchilik qilmaydi. Ya'ni beparvo tashlab o'tadi, qanday bo'lsin deydi. Ya'ni mustabid usuldagi oila tarbiyasini qo'llangan ota-onalar farzandlarga tanlash huquqi, ixtiyorlik va ozodlik bermaydi. Bunday ota-onalarning ko'pinchisi o'zlarining arzu-armonlarini farzandlarga tangadi. Özü əməlgə aşırılmağan armanlarını ulağı yükləydi. Mustabid tüsüdəki ailə tərbiyəsinin biz Uyğurlarda ən umumlaşqan türü qattiq qolluq bilan bala tərbiyələşdirir. Tərbiyə mütəxəssisləri balalarını qorxutuş bilan məcburlaşını asas qılğan tərbiyə usulunu ən načar usul deyə qaraydı. Məsələn, özü qari olanmağan bolsa, mən qari olanmaptım, sən qari olğun. Mən doktor olanmaptım, sən doktor olğun. Amma balanın başqa talantı buluş mümkün, başka istiki bulmuş mümkün, başka arzusu buluş mümkün de avval balının arzusuna kürep. O balını biz arzu kılgan bolsa tamam mesela şu daklayın. Eğer balının arzusu başka, onun iktidarı başka, onundaki yetenek, kabiliyet başka olsa biz başka yerde çörüp anda kılsa balının kiliçikini boğup koydu yani. Farzand tərbiyəsi ösümlükləri yetiştirishə oxşaydı. Ösümlükdən vaxtında sulab durmağanda o qurub qaldı. Həddindən artıq sulağanda ösümlük vəyran oldu. Şoň farzand tərbiyəsində meyliga qurub biriş bilan mustabidlik o'tirisida munosib yo'l tutish lozim. Shu aniqki meyli balaga ziyoda amroq bo'lib ketish bo'lsin yoki ziyoda qattiq qo'l bo'lib ketsin, har ikkisi oila tarbiyasidagi chekdan oshgan holat hisoblanadi yani. Farzandlarni salbiy uchurlarni qo'g'dash intayin zarur. Ilmiy tadqiqotlarning isbotlashicha, yoshirin miyaga avatilgan salbiy uchurlar insonning tafakkuriga va e'tiqodiga, andin uning yurish-turishiga, ish faoliyatiga zo'r darajada yomon ta'sir ko'rsatadi. Inson salbiy uchurlarni qabul qilganda uning ilmiy qudrati, talanti va tirishchanligi tuvallaydi. Masalan, siz g'alaba qila olmaysiz. Siz boshqalardan ortiq emas. Siz o'zingizni boshqalardan aqlli o'ylamsiz. Siz to'g'ri fikr qila olmaysiz-kan deganga o'xshash salbiy uchurlar odamni ijodiyatdan va tirishchanlikni to'xtatib qo'ya oladi. Chunki ko'p sondagi kishilar o'zligi qartilgan bunday salbiy uchurlarga ishinib qoladi. Men Rasululloh shunday o'xshayman deb qabul qildi. Bunday salbiy uchurlar
yoshurun miniga o'rlashgandan keyincha qandaqla bir yaxshi ishni ro'yobga chiqarishga intilganingizda yoki ijodiyatga kirishmoqchi bo'lganingizda yoshurun minidagi bu salbiy uchurlar bosh ko'taradi va yo'lingizni to'sadi. Shunga hamisha ijobiy gap qilish kerak. Bolalarga sen qila olaysan, sen qalbi qila olaysan deganga o'xshash shu ijobiy bo'lish kerak.